Assalomu alaykum aziz odamlar. Men Turkmanistondan keldim. Men bu Buxoro viloyat kasalxonasida inshaalloh hamma zot qo'l kechar belomorg'ani shu yerda operatsiya qilmoqchi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bemorimiz Turkmaniston Respublikasidan tashrif buyurgan. Bemorimizda bel umurtqalararo tanasining siljishi aniqlandi va bugungi operatsiyamiz hech qanday kesmalarsiz TPF moslamasini o'rnatish operatsiyasi amalga oshiramiz. Ya'ni kichkina 4 ta tegish orqali shu TPF moslamasini o'rnatamiz. Yana bu bemorimizda disk shurasi aniqlandi. Biz disk shurasi olingandan keyin sun'iy disk, ya'ni cage amaliyotini ham bajaramiz. Hech qanday kesmalarsiz endoskopiya yordamida. Простой случай, потом рентген приложим. Смотрите, мы установили кейдж глубоко. Посмотрите, вот нерв L4, вот он, притык к нерву. Все. То есть мы сделали себе просто. Biz operatsiyani tugatdik. Ko'rib turishingiz mumkin. 4 ta TPF moslamasini umurtqaning tanasiga qo'ydik va mana bu ikkita narsani ko'rib turibsiz. Bu esa bizning o'sha sun'iy aytgan diskimiz, ya'ni kejimiz. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. 4 tagina teshik orqali shuncha katta operatsiyani amalga oshirdik. Hammaga rahmat. Bemorimiz bir sutkadan keyingi ahvollari hammasi yaxshi, yurishlari yaxshi. Qalaysiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Mana Buxoro viloyat shifoxonasida ishladik. Dardlarim yaxshi, Xudoga shukr. Operatsiya yaxshi o'tdi. O'zimni to'yishim ham yaxshi, Xudoga shukr. Hammaga maslahat beraman.